bitta bilmasdimmi, to'g'risi. Ha. Ko'rsatsan, telefonda ko'rsatuvdi. Boshimga xotirma borman, ishonmayman, bunaqa dedim. Qashqadaryodan, Qirg'izistondan, Toshkentdan, Surxondaryodan kelgan, birga dardlarga shifo izlab kelgan dugonalar, singillar, o'g'illar bilan uchrashdim. Mana shu yerda bitta guruhda bo'ldik. Nihoyatda oqibatli bo'ldi guruhimiz. 77 kilo edim, 69,5 kilo qoldim. 8 kilogacha o'zgarish bo'ldi. Bar yo'g'im sevdi, bar yo'g'im yaxshi. Ko'zim ham yaxshi. Ko'zda endi xudo xolasa yana ishlashni davom ettiramiz. Yana ishlashga nima qilamiz? Mana 10 kun ichida bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz yana ham yaxshi bo'ldi. Hali bir-birimizni sog'inadigan holatga keldik. Ilmli insonlar ko'payaversin xudo xolasa. Ilmga yaqinlashib bo'lyapti-da. Mana hozir men qizimiz ham kelganlarida ozgina hayajon, ozgina qo'llarda qaltirosh nimalar bo'lardi. Ha. Oyog'ingizda ham shunaqa holatlar bo'lardi. Keyin boshingiz ham boshim aynab qoladi, boshim og'riyadi. Qo'lim muzlab ketadi, oyog'im muzlab ketadi, yurmay oladi. Keyin uyda yotadi, muzlab ketadi, yomon qimirlab ketadi qo'lim. Dori ham ichib turardingiz? Yo'q, dori ichmagansiz, lekin Yevropatologga borgansiz. Keyin tuzalib, keyin hozir yaxshiman. 5-6 kun, bir haftadan ichida уже hozir Yaxshiman. qaltirashlar yo'q. Yo'q. Men uyga o'yladim, rashk betamanmi deb. Hozir yo'q. Boshida rosa ikkilanayotgandik-a, bo'larmikin, qo'llarim qaltirashi. Ancha yaxshisiz hozir. Yaxshiman. Bitta olqishlab qo'yinglar, молодцы. Ana shu gruppani ham haliga поддержкасы kuchli ta'sir qilyapti-da, to'lqin boradi-da. Hamma o'zida pozitivniy bo'lgani, bunga ham bo'lmasa birinchi kunlar mana bunday bo'lib turuvdilar-da, esinglarda bo'lsa. Hozir mana qo'lni qaltiramayapti уже. Kim qilyapti buni? Baharomxon qilyapti. Baraka toping. Молодец, mashalloh. Ana shunday. Ha? Hali katta-katta O'zbekiston bayrog'i ko'tarilib, zabt etasiz cho'qqilani inshaalloh. Ilm yo'lida ham katta ketyaptilar, zo'r ketyaptilar. Shu yerda nechta Qashqadaryodan, Qirg'izistondan, Toshkentdan, Surxondaryodan kelgan, shu birga dardlarga shifo izlab kelgan dugonalar, singillar, o'g'illar bilan uchrashdim. Mana shu yerda bitta guruhda bo'ldik. Nihoyatda oqibatli bo'ldi guruhimiz. Hammamiz, mana men dorilar ichardim, qo'llarim uyushardi. Nimam bor edi, bo'g'im kasal edim. Ko'zimda ham xiralashlar bor edi, ko'zim ham tiniqlashdi. Dori ham umuman ichganim yo'q. Yengillik bor. Shekdan nima Buxoro milliy taomigacha piyada borib, piyada kelyapman. Oyog'im ham og'rigan yo'q. Rahmat. Sizga rahmat. Nimani borligiga Allohga shukr qilaman, sizda insonlar borligiga. Shu shifo izlab kelib, axtarib kelib, internet orqali meni davolanib ketyapmiz. Juda katta shifo oldik. Bundan buyog'i ham kelib iloji boricha davolanishga harakat qilamiz yana ham. Bundan nima bilimlaringga o'rganishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Rahmat. Nima bo'ldi? Vaznimda 7 kilo. 7 kilo. 77 kilo edim, 69,5 kilo qoldim. 8 kilogacha o'zgarish bo'ldi. Vaznim ham qisqardi, yengillashdim. Shishlar bor edi, shishlar yo'q bo'ldi. Men juda katta nima ko'rdim-da bunday. Natija ko'rdim bunda. Nihoyatda katta natijaga erishdim. Rahmat sizlarga o'g'illar. Sizga rahmat. Hammaga tashakkur. Alloh sihat bersin hammalarga. Shunaqa yaxshi tinchlik kunlarda yana ham uchrashishlik nasib eylasin. Shunaqa yaxshi yerlarda. Amin. Sizlarga ham umrlaringiz uzoq, sizga rahmat, ota-onangizga ham rahmat. O'g'lim, sizlarga borliklaringizga shukr. Sizga Haliga oshing halol bo'lsa, ko'chada yeyishib, o'zingizlar mehnat qilib, o'zingizlar erishib, dori pora qilinmadi, bunaqa qilib sizlarni yotqizib ham qo'ymadik uncha. Harakat qildingiz, mashqlar qildik. Yashang, rahmat. O'zgarish yaxshi. Zamonimiz yaxshi bo'lsin. Kadrlar ham tanjani sog' bo'lsin. Biz ham shifoni topib ketamiz. Bir kurs oldik. Hammanglar o'zinglardan ko'payib, tanjaninglar sog' bo'lsin. Yashang. O'zi mana kelganingizda kayfiyatingiz, nimangiz ham o'sha edi-yu, endi yaxshi edi-yu.
zo'r edingiz, Ha. ko'tarinki holatda keldingiz. Ha. Ozgina tetiklik bo'ldimi? Qanday? Bo'ldi, ozgina bo'ldi. Aha. Nimalarda o'zgarib sezdingiz? Bar yo'g'im sevdi, bar yo'g'im yaxshi. Ha. Ko'zim ham yaxshi. Ko'zda endi Xudo xolasa yana ishlashni davom ettiramiz. Yana ishlashga nima qilamiz? Barakalla. Organizmlar sog' bo'lsin. Aynan sizdan boringizga shukur. Ana shunday nimalar bilan. Ha, sizda qanday yo'llanma sizda? Mana shu yerga Hammaga kelib aytaverasiz. barcha qadrdon opa singillar, aka ukalar, o'g'illarimiz ham bo'ldi, bizlar yoshlar ham. Shular bilan tanishdik. Mana 10 kun ichida bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz yana ham yaxshi bo'ldi. Hali bir-birimizni sog'inadigan holatga keldik. Sog'inch nimalari ham bo'lyapti. Kechagi kungi darsimizda haligi bir-birlarimizga qalb istaklarini bildirish nimasini ham o'tdik-ku. Shunda ham qarang, hali bir-birimizga bo'lgan iliqlik, bir-birimizga bo'lgan hurmat, hamma bir-biriga o'zini yuragidagi nimalarini, sifatlarini berib, ancha ko'ngillar haligi yaxshi iliq gaplarni eshitganimizda qalbimizda qanaqangi o'zgarishlar bo'ldi. Hali ko'tarinki ruh bo'ldi o'zimizda. Hissiyotlar o'zgarsa, badan ham yengillashyapti. Yengillashyapti. Ko'zlarda, naqalarda? Ko'zlarda o'zgarish bo'ldi. Allohga shukur. Sizga aytdim-ku, men birinchi kelganimda siz yuzingizni ko'rmayotgandim. Mana shu yer qop-qorong'i bo'lib. Mana Allohga shukur. 10 kun ichida shu darajada bo'ldim. Yana Xudo xolasa yana qatnashaman. Ko'zimni nimasi yaxshi ko'ryapti. Xudo xolasa bundan ham yaxshi ko'raman. Xudo xolasa bu natijaga erishaman. Qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, podдержка qilib. Yashang, молодцы. Haligi hazilli bir tavsiyasi bilan. O'n kundan beri hozir menda ancha o'zgarishlar bor. Rahmat, Xudoga shukur. Odam o'zi masalan shuni qanchadir miqdorda bilsa kerak, lekin oila, ish, hayot tashvishi bilan mana ketganimiz uchun bilmaymiz. Mana shu bor ishimizdagi narsalarni chiqarib, bizlarni shuni anglashga, shunga e'tibor qilishga bizga anaqa berganingiz uchun sizlarga rahmat. Omadinglar bersin, ishinglar bundan ham rivojlansin. Boshlanishi hali Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa. Jigarim ancha yaxshi, Xudoga shukur. Oldin shoshib tez yurardim ko'chalarda. Uyda ham mana tez ovqatlanardim, to'g'risi. Shu sekin deganingizdan keyin shu ishimni sekin qilsam ham shu vaqtga ulgurolman. Lekin mana oldin 24 soat deydigan bo'lsa, hozir 24 soat 13 soatga to'g'ri kelyapti. 13 soatda men 24 soat ishimni ulgurishim kerak degan fikr bo'lardi. Hozir bunaqa emas. O'sha aytganingizdek sekinroq qilsam o'sha ishga ulgurolman. Menda 100%ga, 100%ga hammasi yaxshi. Yuqumda ham bunaqa hayotimda ham o'zgarishlar bor. Oldingidek agressiv bolalarimga ham baqirib tashamayapman. Hatto qizlarim ham hayron bo'ldi, nimaga bunaqa bo'lyapsiz, nimaga o'zgaryapsiz? Yashang. Jigarda yotganimda og'riyapti deyapsiz. U yaxshi, hozir o'ng tarafimga bosib yotyapman bunaqa. Og'rigani yo'q. Diskomfort yo'q, yaxshi. Demak, Xudo xolasa jigar oldin fibroz deyishgan bo'lsa ham va bu deyishgan bo'lsa ham, hozir endi tiklanish ketyapti Xudo xolasa. Qattiqligi ham ketadi. Inshaalloh o'zini qattiqligidan boshlagan bo'lsa, qattiqligi o'sha yumshaydi. Yumshayapti deganidan da bu. Og'riqlar kamaygan bo'lsa. Yashang, rahmat. Kayfiyatim tushib ketgan edi. Hech narsa meni xursandmayapti. Endi hozir sizlar anaqalaringiz bilan sizni ko'rsam, o'sha ichimdan xursand bo'lib, uyda ham uxlayolman, kulyapman, turyapman, o'sha eslab sразу kulaman. Kayfiyatim zo'r. Ishlarimni qilyapman, ishlarimni ham qilolmayapman, hamma narsalar yoyilib yotibdi. O'qishga kelishimdan oldin o'sha hammasini yugurib, tez ishga tushib ketaman, nima qilaman, yugurib. Молодец. Yashang. Rahmat. 3 kun eshitdim shekilli, uzoq 3 kun eshitdim. Keyin adminlarga bog'lansam, nima bo'lyapti? Offline qatnashmoqchi bo'ldim. Birinchi onlayn deb, offline boray deb, offline bo'lib. Ko'pchilik bo'ldi, bir mashina bo'lib keldik. O'sha kelganimda, asha YouTube'da eshitganimda mashinalar qilib 1,5 bilan plus 1,5 bilan nima kitob o'qirdim, yozardim narsalarimni. Keyin
Shu mashinalarni qilib birga tushirdim. Sekin o'zim boshlashim 3 kunda ko'z tushirdim. oynakda birga tushirdingiz. Keyin birga tushirdim, lekin bu yoqqa kelgandan keyin 75 taqdim 2-3 kundan keyin. Endi hozir 75 ni ham tashlab mayda yoziqni, hali Muzakkar Norbek mayda kitob yozilgan, uni ochkada o'qiyapman. Bu yerga mana hozir darslarni konspektni ochkisiz yozyapman. So'zlarim ochkisiz yozsam shu atroflar achib ketardi, achib zo'rib Bir ketardi. dioptriya kamida hozir o'zgarish eshitilar. Hozir endi Hozir hozir qaraganda kim uchundir bu qizlar, kim uchundir bu unaqada fantastika. Bir dioptriyda 7 kunda qanday qilib yaxshi qilsa bo'ladi degan narsa. hozir Siz mayda buni harf amalda qilyapsiz. mayda harfni ko'zoynak taqyapman, lekin yozishni yaxshi yozyapman-da. O'zim Ha. yozyapman konspekt. Ochkisiz o'zim tuzatyapman 2-3 kundan beri. Ochkisiz yozyapman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Natijalarda o'rtoqlashganingiz uchun, fikringizni aytganingiz uchun Erkinjon sizda qanday? Yaxshi, zo'r. O'sha kuni birinchi kunda o'zida keldingizda, suhbatlashdikda, o'sha kunda o'zida qaror qilib kirishib ketdingiz. Xuddi shunday. Bosh og'rig'i ko'proq bor edi. Ha. Bosh og'riqlari uxlash normal holatda keldi. Uyqu, bosh og'riqlar, Normal holatga keldi. uzoq joylarga borar ekansiz, komandirovkalarga. Ha, u hammasi joyiga tushyapti. Allohga Ishda bir anaqa ko'tarinkilik, qandaydir Ha. tashabbuslar, ish faoliyatiga maqsadlar ta'sir o'zgardi, qiladi. rejalar o'zgardi. Ha, rejalar o'zgardi, Maqsadlar maqsadlar o'zgardi. Kattaroq xudo xolasa. Xuddi shunday nasib. Yaxshi. Tanada, ko'zda yoki badanda nima asorat bor edi hozir qanday? O'zgarish bo'lyapti, ancha yaxshi. Ko'zdagi o'zgarishlar. Ko'zdagi o'zgarishlar jadvalda biror og'riq bor edi ko'zda. Ha, og'riq bor edi. Toliqishlar bor edi. Ular ancha qoldi ular. Yo'qoldi ular. Butkul yo'qoldi. Tanani o'zida qanday? Tanamni o'zida erkinlik. O'zimni tanamda erkinlik ancha o'zgarish bo'ldi. Demak, odam o'zi bilan o'zi shug'ullanib, O'zi bilan o'zi tanasiga ta'sir qilish tanasiga ta'sir qilish mumkinligini aniq o'zim ko'rib, ishonch hosil qilib maqsad qo'ydim. Yashang, rahmat. Prosta kayfiyat emasda, fizicheski tanangizga ta'sir qilish qobiliyatini amalga oshiryapmiz biz buni. Nabarot buni odamlar ko'rib qo'ysin, bilib qo'ysin, qilsin degan narsa. Sizga o'xshagan, menga o'xshagan ikkita burun teshigi bor, ko'zchalari bor, quloqlari bor odamchalar o'tiribdi. Osmonni ushlab qo'ygan bo'lsa ham amalga oshiryapsiz-da, siz unga ko'rsatib beryapsiz, что men ta'sir qilyapman o'zimni tanamga deb. Buni nabarot ko'tarinki holatda aytishimiz kerak. O'shandagina har bir odam o'ziga savol beradi. Men nima qilib o'tiribman? Kimnidir faqat kommentariyada salbiy narsalar yozib, ustidan kulib, o'zim bilan shug'ullansam bo'lmaydimi? Deyish kerak. O'shandagina shuning uchun nima deydi? Kimdir qarsa chaladi yoki faqat balenchiklik qiladi, kimdir amalga oshiradi nimalarni, natijalarni. Mana Mirzohid aka bittasi inson faol qoldim savol bering, men aytaman. Birinchi kundan birinchi kelganda o'zi avvalama olimga men rahmat. Men bitta bilmasdim, to'g'risi. Ko'rsatsa, telefonda ko'rsatuvdi. Boshimga xotirma borman, ishonmayman, bunaqa dedim. Ada yuring, boringlar gaplashib ko'ringlar, nima sizni o'tib ishlab oladimi, bunaqa. Dedi, yo'q, bo'pti dedim. Jahl bilan keluvdim. Keyin bitta ikkita tanishlarim uchrab qoldi. So'rasam, "Aka, bu bor narsa" dedi. Ishonib keldim, mana boshida ikkilanib yurdim, to'g'risi. Mana hozir mana bugun oxirgi kuni mana bugun uyda ko'rdim o'zim. Ham telefonni yoqib ko'rdim, qorachoq katta edi oldin kelganimda. Hozir o'sha bugun o'sha boshqacha. Bundan oldin ham ko'rdim. O'tgan kuni ham o'sha kichkina qorachoq. Mana bu pastga tushib ketardi. Anaqa. Hozirda qaraganda uni o'sha bir xil. Mana qovoq. Bu yoqqa kelsa hammasi gap bo'lishi mumkin. Hammasi joyida hozir. Asab juda ham tarang edi. Bitta gap ko'p edi, yarimta gap kam edi. Hozir o'sha bemalol, ha birov kelib urushamasa deyman. Yashang. Har kuni necha soatdan qildik, necha kun qildik? Yo'q, siz mana bola aytdiki, bir marta qilgin dedi. Men ertalab ham kechqurun ham qilaverdim. 4 soatdan 40 soat siz bilan har kun mehnat qilyapsiz. Samarasini bergani. Hali yotganda to'p ochsanglar uyg'otmaydigan darajada uxladim, to'g'risi. Rahmat. Borini aytaman. Ana shunday o'zgarishlarda o'rtoqlashganingizga rahmat. O'zi mana bu yoqqa
odatda biz zalda nima qilganda mana bu yoqqa chiqib hammamiz aytardik-da. Oxirgi paytlarda bilmayman haligi Madina opa hamma chiqib turib olib gapirardik-da biz kursdoshlar nimalar sizlar bilan tanishganimdan xursand deb aytardik. Shuning uchun chiqsanglar shuncha odamlarga o'zingizni namoyon suhbat qilayotgan bo'lasiz. Nima Shohrux birinchi kuni молодец aytibsan sen. Haligini o'zgarishlarni nima qilayotganingda hayajonlanma, qaddingni ko'tar. O'rningdan turib, spokойно gapir. Chunki sportsmensan, kelajakda hali O'zbekiston bayrog'ini qancha ko'taradigan yigitsan. Qo'lingni ham bunday ushlama, mana bunday qilib, ana o'zing san katta ishlar qila olding shu. Hozir qanday fizически tanangda, ko'zlaringda qanday? Men umuman avval seryozni bo'lib yurardim faqat. Seryozni. O'zbekga kelgandan keyin faqat kulyapman, o'sha ishni qilmayapman. Hazilkashlik uyg'ondi. Yumor bu oilada ham, hayotda ham yumori bor odam bu fikrlashi keng odam hisoblanadi. Yumor intellekti yuqori darajasi hisoblanadi. Masalan, hazil qilmasdim umuman hech kim. Hozir hamma hazil qilyapman. Yashang, молодец. Demak, emotsional holatingiz o'zgaryapti. Nima qanday maqsadlar qo'yish qanday bo'ldi? Bu yoqqa kelishimdan oldin biron nimaga maqsadim ham yo'q edi. U kelib ko'rgandim o'zim. Ustoz bilan o'zim gap qona qildim yarim soat. Undan keyin ustoz kursiga taklif qildilar o'zlari. Keldim hozir maqsadlar zo'r hozir qonli qo'yilgan maqsad. Endi nasib qilsa shu maqsad bo'yicha ketamiz xudo xolasa. Молодец. Rahmat. За 10 дней у меня исправилось зрение. У меня сначала было -8, сейчас, можно сказать, -5. Скоро поменяю очки. У меня сейчас в данный момент -6. Уже через день, либо через 2 дня собираюсь поменять на -5. Зрение улучшается. Вы понимали на узбекском языке и все это через себя пропустили и свободно, коротко и ясно выражает свои мысли. Яшень, Рахмат. Почти 3 недели, значит, сейчас это идет. Да. В эмоциональном состоянии какое? В эмоциональном состоянии у меня давно была агрессия. Агрессивная была, точнее, да. Агрессивная была, сейчас немного поспокойнее стала. И начала больше улыбаться. Скучать по дому. Да, скучать по дому. Да. Дети. Спасибо большое. Спасибо, Рахмат. Ana boshida o'sha 2022-yil kelgan edim. Holatim yaxshi emas edi. Rosa tushkunlikka tushib, umuman hayotdan nimaga tushib qolgan edim-da, topikka. Keyin doktorlarga bordim, o'sha kasalligimdan. Keyin doktorga borganimda diagnostikada bachadon kasalligi dedi-yu, o'zimga aytishmadi, saratonga moyilligi bor deyishdi. Keyin hali doktorlar kim bilan keldingiz dedi, shunaqa o'zim desam, siz tezlik bilan operatsiya qilmasa bo'lmaydi, chunki bunga jiddiyroq qarashingiz kerak, keyin kelishingizni xo'jayingiz bilan birga keyin operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedi. O'sha doktorlarning gapi bilan rosa tushkunlikka tushib qoldim-da. Doktorlarning gapini o'zi rosa nima qilib qo'ydim. Ya'ni keyin etdan izlandim, betdan izlandim, hali cho'kayotgan odam hasga ham yopishadi, cho'pga ham yopishadi deydi-yu. YouTube'larda naqa qidirdim. Norbekovni eshitgan edim, lekin manzilini bilmasdim. So'rab surishtirdim, hech kim aytmagan edi. Hamma bilmaymiz deyishdi. Keyin o'sha bir kun YouTube'ni qarab o'tirsam, chiqib qoldi. Keyin tezda telefon nomerlarini olib qizlar olishdi, operator qizlar ulandim. Shunaqa kasallik bilan nima edi, shunga ham davo bormi desam, albatta bor, opa keyin natijasi zo'r bo'ladi deb aytishdi. O'shanda nimasida kistomiyomani ham tuzatamiz deb yozib qo'ygan ekanda. Keyin haligindan ancha ko'nglim taskin topdi tag'in. Kelishga qaror qildim, keldim. Birinchi, ikkinchi kuni rosa o'zimda kuchli og'riq sezdim-da. Ha, Alisher Obidovda. Keyin Alisher akaga men mazam bo'lmayapti, juda chataqlashib ketyapman desam, nima muammo bilan kelgandingiz dedi. Shunaqa bachadon desam, Nurjahon bilan gaplashib ko'ring dedi. Keyin Nurjahon opaga shunaqa bo'lyapti holatim desam,
yaxshi-ku tozalanyapsiz ekan dedi. Ancha ichimda yorug'lik sezdim. Keyin o'sha 5 kun o'tdi oradan. Shunaqangi tanamda yengillik his qildim. Organizmimda og'riq qolmadi-da. Keyin yana kirishib ketdik. Qo'yingki uyga borganimcha kasalligim ham esimdan chiqib ketibdi-da. Keyin uydagilar hayron. Nima choy damlash shunaqalarga qizim bilan o'g'lim yuguradi. Sen o'tir. Idishtoqni yuvgan ketaman. Nimalar uylashib turaman. Hammasi hayron. Zo'r natija bo'ldi o'shanda. Keyin yana kelishimga sabab yana qaytalanganga o'xshab, bunday tushkunlikka tushib, bunaqa bo'lib qoldim. O'sha o'zimizni poliklinikaga kirsam, shunaqa o'kildorlar olmasangiz bo'lmaydi dedi. O'sha o'ng qo'limda uyushish, grija, shunaqa tashxislarni qo'yishdi. Keyin o'kildor olishni xohlamadim. Yana telefon qildim shunaqa desam, keyin kelavering, shu kuni boshlanadi dedi. Mana keldim, natijalar zo'r, a'lo. O'sha yana kelishimda og'riqlar kuchliroq edi. Hozir mana boshimda og'riq bor edi, oyog'imda tomir tortish, belimda kuchli og'riq bor edi. Mana o'shalar ketdi. Rosa zo'r natija, a'lo. Chunki hammaga tavsiya qilaman. Masalan, men aytsam shu dard bilan bizni qishloqda ham juda ko'pchilik kasallandi-da. O'shalarga aytsam, xuddi hali ustimdan kulishadi-da. Yo'q, bo'lmagan narsa qanaqasiga? Gapirganga ham shunaqa natija bo'ladimi deb aytadi. O'shalarga maslahatim, chunki men boshimdan o'tkazdim shu narsani. Hayotga intilish kerak ekan odam, bir yerda to'xtab qolmaslik kerak ekan, maqsad ekanda. O'sha oldiga kim maqsad qo'ysa, o'sha maqsadga erishar ekan. Avvalo Alloh. O'sha sababchisi sizlarga kattakon rahmat. Ozgina endi haligi 8 dona bo'lib qoldi. O'zinglar tutib olinglar. Mana bu quvvash bormi? Mana qizlar. Hozir chana qilib aytaman. Hozir keladi.